Bugun sizlar bilan Toshkent shahrida joylashgan Ko'kaldosh madrasasi haqida gaplashamiz. Ko'kaldosh madrasasi Toshkent shahrining tarixiy markazida Chorsu maydonida joylashgan. Ushbu madrasa Toshkentdagi eng mashhur va yirik tarixiy madrasalardan biridir. U 16-asrda Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Dormonqulbiy Ko'kaldosh tomonidan qurilgan. Madrasa Toshkentning eski shahar qismida Chorsu bozori yaqinida joylashgan. Madrasaning umumiy o'lchamlari 62,7 ga 44,9 metrni tashkil etadi. Madrasa to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lib, bosh peshtoqi janub tomonga qaraydi. Tarix davomida madrasa ilmiy markaz bo'lish bilan birga turli davrlarda karvonsaroy, harbiy garnizon, hatto qamoqxona sifatida ham ishlatilgan. Madrasa arxitekturasi. Madrasa fasadi va hovli qat'iy simmetriyada loyihalashtirilgan va katta peshtoq kirish qismida baland ravoq bilan ajralib turadi. Mazkur madrasa ko'k va oq rangdagi koshinlar bilan bezatilgan, lekin Buxoro madrasalariga qaraganda kamroq ishlatilgan. Ko'kaldosh madrasasi an'anaviy Markaziy Osiyo islomiy me'morchiligining ilk namunasidir. Uning qurilishida mahalliy materiallar ishlatilgan bo'lib, Shayboniylar davriga xos Buxoro va Samarqand madrasalarining urfiy jihatlari bilan uyg'unlashgan. Bugungi kunda madrasa Toshkentning eng muhim tarixiy yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.